Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satova chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning 4-mikrorayonda bo'ladi. Vashim zo'r mesdadan hurmatli yurtdoshlar. 4-mikrorayondan so'rab yuradingizlar, joy 3 xonali joy yo'qmi deb. Hamma 4-mikrorayondan so'raydi joy. Ina sizlarga 4-mikrorayondan shaharning qoq markazidan yanımızda Shumbala, stadion, hamma narsa shu yerda joylashgan. Vashim mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Yine Shumbala stadion bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizdek. Yine ajoyib. Bu yerimizda yine Jo'rabek salon, bu yanimizga keladigan bo'lsak, bir de avtodorojniy hurmatli yurtdoshlar, Urganch davlat universiteti Gidra hammasi shu yerda joylashgan. Vashim mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Eng zo'r mestada joylashgan 3 xonali joyimiz sotuvga chiqdi zudlik bilan, arzon narxda hurmatli yurtdoshlar. Vashim zo'r narxda, shokolad narxda. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimizni ichki qismi bilan donib chiqamiz. Jetkesa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 4-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning podyezdlari akkuratni, chistetik qo'yadi ekanlar. Yo'l sirib 2 xo'jalikdan ekan, har etajimizda 2 xonadon bor ekan. Dim bir ajoyib joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Shu xonadonimiz bo'ladi, ya'ni demir eshik bo'ladi. Eshiklarimiz sifatli, yaxshi katrasiskiy eshikdan qo'yilgan, dim bir ajoyib. Esa xonadonimizga bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Shu xonadonimiz bo'ladi. Yine girgiyerimiz, oyoq teylarimizga gilamlar tashalgan. Hurmatli yurtdoshlar, bu xonadonimiz hamma yeri pol qilingan ekan, taxta pol. Vashim zo'r joyimizga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Akkuratni turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, menga dim yoqdi planyovkasi. Keng xonalari ullu tushgan. Dim feyzli bir xonadon ekan. Ham desa bu xonadonimiz zudlik bilan sotiladi. Plan arzon hurmatli yurtdoshlar. Dim arzon 2 xonali narxida sizlarni hozir joy bilan donishtirib chiqamiz. Yine girga yerimiz shunning keng tushgan. Hurmatli yurtdoshlar, sal qarang'i bo'lib turgan bo'lishi ham mumkin. Yine keng tushgan, ajoyib. Vashim joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Yine restoranlar qo'yilgan, oyoq teylarimiz pol aytganimizning ataplinlari ham yine ishlab turibdi. Issiqqina bo'ladi qishda, yozda esa sokin bo'ladi ekan. Vashim zo'r. Keng, umuman keng. Hurmatli yurtdoshlar, yana giraverish joyimiz ham katta tushgan, perixo'sh. Bu yerimizda bir xonasi, bu yana bir xonasi, bu yanimizda balkonimiz, gazxonamiz, sanuzelimiz, bu yerimizda ham bir xonasi kengina. Shu yerdan onadan bir 8 metr chiqar hurmatli yurtdoshlar. Uzunligini qarang. Dim keng. Esa donishtirib chiqaveramiz joyimiz bilan. Joyimiz aytganimizdek arzon narxda, vashim zo'r. Narxina gap bo'lishi mumkin emas. Kredit ham chiqadi hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz kredit asosida ham sotiladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonamiz ham yine ajoyib bo'lib, zo'r bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizni akkuratni turibdi. Perdalar qistirilgan. Bir yer ustunlik tarafi oyoq deyimiz pol bo'ladi. Chisti pol qilingan. Hamma narsasi tayyor holatda to'g'ri kelib yashab berasizlar hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib narxda. Bering ham ulluliqimning narasini 4 metr narasini esa uzunlik esa bir necha chiqar ekan buni 7 metr chiqamaydi. 7 dan ko'proq olmaydi. Shu 7,5 metr chiqadi. Ullu xonalardim keng ekan. Hurmatli yurtdoshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Feyzli xonadon ekan joyimiz. 4-mikrorayondan joy so'rab yuradingizlar, inashlar, akkuratni joyimiz. Ishlarimiz taxta eshikdan bo'ladi, sifatli, yaxshi eshikdan bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine bir yerimiz ham kichkina emas, keng tushgan hurmatli yurtdoshlar. Ullu yine ajoyib bo'lib turibdi. Yine xonamizga qarang. Kengligini qarang, berni ulluligini qarang hurmatli yurtdoshlar. Vashim joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Akkuratni tushgan. Bir yerimiz ham oyoq teylari pol, gilamlar tashalib turibdi. Tepelarimiz gipsa kardon bilan ajoyib qilib ishlangan shunday. Vashim zo'r. Bu yer ham katta binasi 4,5 metrmi chiqadi u. Uzinasi esa bu yer ham shu 7 metrmi shunday chiqishi kerak, kichkina emas, ulludim, uzun, keng tushgan xonalarim. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas.
Hürmetli yurttaşlar, şehrin Kok merkezinde boladı bir yer. Bir de yine Gidra, Ürgenç Devlet Üniversiteti, Avtodorojny, hemme yere yakın joyda. Hürmetli yurttaşlar, beyanımızda 18. 19. mektepler hem bir sanuzunumuzda yine plastikten da patologdan plastik kılıp, ajoyib kılıp imtiyazlarımız yengi, akurat min bo'lib turibdi. Chisti bo'lib, hurmatli yurtdoshlar, birimize yine bir kichkina joy etib bizatib qo'yibdilar. Xohlasanizlar ajoyib etib berem bir ne etib bizatsangizlar bo'ladi. Ajoyib. 4 xona hisobi pochti. Bu yanimizda yine kuxnimizdan bir yere ko'chirib qo'yibdilar ajoyib qilib. Gap bo'lishi mumkin emas. Yine balkonun kısmına ham qarang. Balkon ham uzun, pol qilingan, telarında narsa qo'yilgan etib zadik qo'yibdi ekanlar. Umuman gap bo'lishi mumkin emas joyimizda. Akkuratli joyimiz. Hurmatli yurtdoshlar, zudlik bilan sotiladi. Tavsiya qilamiz. Milliy arzon narxda joyimiz kamdan kam. Yana mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Kredit asosida chiqadi bu joyimiz, sotiladi. Vafşum zor narxda durdu. Bu narxda hiç kim vermedi bu narxda. 2 xalanın narxında. Hürmetli yurttaşlar, joyimizin narxı 375 milyon so'm. Hurmatli yurtdoshlar, esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun shunday arzon joylarni chiqarishda davom qilamiz. Sog' bo'linglar.